Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilanning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanini anglitishni boshlaymiz. Qachongacha mushundaq bozak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tortib chiqsa bo'lmamdi. Bu Tangut degan nejislarning adabini bersak bo'lmamdi. Mening savollarimga javob bermadingizmi, Tatatonga baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yoziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Butun xalq Sakyamoni yo'lida minib, Budda ta'limotlarini o'rgansin. Chingizxon degan paskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan texi. Ay ko'ktamri, qor yerga buyruq bergin. Dushmanlarimizni nasib olsin. Ay qudratli egimiz ko'ktamri. Men o'zim qo'shin tortib berib, ularni uchuqtirib o'tay. Bo'ldi, qo'g'limaqlar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azimat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. Birinchi bob. Karvon yo'lidagi tinchsizlik. Milodiya 1203-yili yoz. Poyonsiz cho'lda zo'r karvon uzun so'zilib, kun chiqish tarafga ilgirlamoqda edi. Yuk ortilgan 40 to'gini qilich va o'qiyalar bilan qurollangan 50 nafar chavandoz muhofazat qilib kelmoqda edi. Uningdan boshqa yana 10 dak yosh chavandoz 70-80 yoytoq otni o'tlatqash haydab ketayotdi. Bular bir-biridan sarxil arg'amoqlar bo'lib, karvon egalari ularni bozorga selish uchun akitayotganligi bilinib turadi. Atrof jimjit bo'lib, ot tuyoqlarining do'pirlashlari va to'gilarning bo'yinlariga esilgan ko'ldirmalarning bo'g'iq sadosidan boshqa hech nima anglanmaydi. Yoytoq otlar tuzlang cho'lda o'tlab yurib, bakrak tarqalib ketganda, ot boqar yosh chavandozlar ularni qo'g'lab, qomchilarini qarsildatib, "Hay, trrr!" deb vorqirishadi. Shu tariqada otlar yig'ib kelingandan keyin yana jimjitlik hukm suradi. To'gilarni boshqarish oson, lekin yiroq yerlarga bundaq otlarni haydab opirish baktas bo'ladi ekan, dedi ot boqarlardan biri. Boshqa ot boqarlarmi uning so'ziga qo'shildi. Rostaysan, otlarni boshqarish oson emas. Ot degan jonivorni yaxshi o'tlatib, qursiqini obdan to'yg'izib, vaqti-vaqtida sug'urib turishing kerak. To'gilardek o'zining mingishiga qo'yib o'tishga bo'lmaydi. Shundoq, yana kechalari sagaklik bilan qorovullik qilishga to'g'ri keladi. Ot haydashning jabosimi bor, lekin halovati ko'pchimi? Chang'an shahriga yetib borgandan keyin xo'jayin bu otlarni sitib nurg'un foyda oladi. Shu Chang'an shahriga qachon yetib boramizligini ko'chadan chiqqanimizga 20 kundan oshdi. Everg'oldimi to'xtamay o'tib ketdik. Sariq o'giz daryosiga yetguncha yana oz degandimi 2 oy yo'l yuradigan gap. To'g'ri, ammo u yerlardagi xalqlar kun petishdagi yurtlarning mollariga, bo'libmi Uyg'urlarning otlariga bak havas qilishidi. Xo'jayinimizning tafovati oshsa, bizning ish haqqimizni jiq berdi. Chang'anning bozorlarida raso payz qilib o'ynab olamizda. Men o'yin tomosha qilmayman. Ish haqqimni oltinga aylantirib qo'chuga akitaman. Ota-onam kambag'al, dedi yosh bir chavandoz. Men ish haqqimga esil yipak raqlarni setib olaman. Qo'chuga qaytgandan keyin to'y qilaman, dedi yana bir chavandoz. Men Chang'anga borgandan keyin toza satan qo'ldan birini setib olaman, dedi yana bir chavandoz qosh ko'zlarini o'ynatib. Bu gapni anglab yigitlar biroqli jonlanib ketdi. Chaqchaq qilishib, paroqlab kulishdi. Bu chaqda karvonning bosh tarafida gavdalik jada otga minib ketayotgan uzun qora soqolli kishi orqasiga burilib yuqori ovozda buyruq berdi. "Hay! Karvon to'xtasin! Dam olayli!" Xo'jayin dam elishga buyruq berdi. Chavandozlar qora soqolli kishining so'zlarini bir-biriga yetkazishdi. Karvon ahli otlarni to'xtatib, to'gilarni cho'ktirdi. Ba'zilar qurib qolgan so'ksuk va yulg'un shaxlarni yig'ib kelib o't qalashqa. Ba'zilar g'izo tayyorlashga kirishdi. Yana ba'zilar yo'g'on shoyi kunliklarni soyivan qilib tiklab, chin quchish vaqtidagi yoz oftobidan panohlanish so'rinlarini yasashdi.
xo'jayin etidan tushib, yiroqlarga ho'sharlik bilan ko'z yugurtdi. Ondan u sal nerida etiga yem berib turgan chavandozni chaqirdi. To'xtamish, bu yoqqa kelgina. Qora qoshliq, qora burutliq yosh chavandoz etining tizginidan yetilab xo'jayinning oldiga keldi. Xizmatingizga tayyorman, xo'jayin. To'xtamish, sen darhol 10 yigitni boshlab, mangdigan yo'limizga oldin ilgirlab berib, chorlab kelgin. Xo'jayin qomchisi bilan kun chiqish tarafni ko'rsatdi. Xo'p, dedi To'xtamish va chapdastlik bilan etiga mindi-da, 10 yigitni boshlab ko'rsatilgan tarafga yurib ketdi. Xo'jayin xeyli uzoqcha xiyolchan ko'zlari bilan ularning kaynidan qarab turdi. Va maxsus o'zi uchun tikilgan ang yo'g'on ipak soyivanning ostiga selingan tanglamatga o'ltirdi. "Hay, karvonbeshi!" deb yana tovlida u qo'li bilan chaqirish ishorasi qilib. To'gilarni cho'ktirib, ishlarni bir qur o'rinlashtirib qo'ygan karvonbeshi oq bo'z yaktikining peshi bilan tarlab ketgan yuzini surtkash kelib, xo'jayinning yeniga o'ltirdi. Everg'oldan chiqqanimizga 5-6 kun bo'lib qoldi. Hozirgacha yo'limizda odam zoti ko'rinmadi. Mush yo'l bilan ketaversak, chatoq chiqmas, ha? Karvonbeshi o'ziga to'liq ishonch qila olmagan qiyofatda gajgisini tatilab qo'ydi. Mobodo odatdagi qaroqchilar kelib qolsa, bizning chavandozlarimiz ularning adibini berdi. Agar tang'utlarning qurolli qismlariga uchrab qolsak, ularga ozroq sovg'a salom bersak o'tkazib etadi. Masalan, qandoq sovg'a salom deylar? Masalan, bir to'gilik mol, 2-3 ot, ostili oltin kumush degandek. Xo'jayin beshini osta lingshitib qo'yib, ortiq gap qilmadi. Karvon ahli turkum-turkumlarga bo'linib, non va tolqonlarni chiqarib g'izolanishga boshladi. Xo'jayin turib-turibla boya To'xtamish qatorliq yigitlar ketgan tarafga taqozolik bilan qarab qo'yatdi. Ular qanday xabar ekan? deb o'ylaydi u. Ushtumtut yiroqda otliq kishilarning qorisi ko'rindi. Ular karvon to'xtagan yerga tez ilgirlab kelyotdi. Xo'jayin o'rnidan darhol turib, soyivaning ostidan chiqdi va otliqlardan ko'zini uzmay. Bu To'xtamishlar-ku. To'xtamishlar. Voy, bular ajab tuz kapti-ku. To'xtamish qatorliq yigitlar otlarni bo'lishiga choptirib kelib, xo'jayin bilan karvon peshining oldida to'xtadi. Tang'utlar kelyapti. deb xitob qildi To'xtamish chopchib turgan qora etidan sakrab tushib. Tang'utlar degan so'zni anglab, barliq karvon ahli o'rinlaridan qo'pib ketishdi va xo'jayinga qarashdi. Hech gap yo'q. Uduqmanglar. Qandoq ish bo'lsa-mo, ular bilan chiroyli so'zlashib tutishimiz. dedi xo'jayin ko'pchilikni xotirjam qilib. Kun chiqish tarafdan zo'r bir qo'shin otlarni choptirgan peti yaqinlab kelmoqda edi. Ular haqiqatan mo tang'utlar edi. Saud dobulg'alarni kiyishib, qilich va nayzlar bilan qurollangan taxminan 1000 otliq askar edi. Ular har tarafdan yeyilib kelib karvonni qo'rshib oldi. "Hey, bu karvonning egisi kim? Nada kelyapsizlar?" deb qattiq varqiradi tang'utlarning boshlig'i etini to'xtatib. Xo'jayin bilan karvonbeshi darhol uning oldiga keldi. Karvonbeshi tang'ut tilida ravon so'zlaydi. "Biz Idiqut Uyg'ur xonligidan kelyapmiz. Mana bu kishi karvonning egisi bo'ladi." dedi u tang'utlarning boshlig'iga ta'zim qilib va qo'li bilan xo'jayinni ko'rsatdi. "Bu mol dunyoni nega olmoqchisizlar?" deb so'radi tang'utlar boshlig'i otdan tushmay turib va xo'jayinga qamchisini shiltib. "Bizning xo'jayinimiz cho'ng sotiga bu mollarni Changan diyoriga olib sotmoqchimiz. Avo otlarni sotamizlar. Shundoq, otlarni sotamiz." Yaxshi. Bizga mana shundoq ism nasllik otlar kerak. Buni to'glarga ortilgan mollarni ilishni xohlaymiz. dedi tang'utlar boshlig'i etidan tushib. Karvonbeshi uning so'zlarini xo'jayinga tarjima qilib berdi. Marhamat.
sizga eng yaxshi otdan 2 ni beray. Yana bulg'un jovidan 2 ni, so'sar tomoqdan 2 ni beraman. Buni tillalanimi oz ko'rmay elib qo'yarsiz. Dedi xo'jayin sipoyilik bilan kulimsirab. Shu gap bilan xo'jayin belvig'iga esilgan ko'n qopchuqini elib, uningga qo'shqo'llab sundi. Tong'utlar boshlig'i qattiq qoqoqlab kulib ketdi. Yo'qsa. Hurmatli savdogar, mushu karvonning hammasi bizga kerak. Dedi u muthamlik yig'ib turgan ko'zlari bilan xo'jayinga tikilib qarab. Xo'jayin va karvon beshining chiroylari totirib ketdi. Ay azmatlarim, bu hurmatli savdogar o'z karvonni bizga hadya qildi. Bu ot va to'gilarni haydab beringlar. Deb varqiradi Tong'utlar boshlig'i o'z cheriklariga qarab. Tong'ut cheriklari qolaymaqon suransilib, ot va to'gilarni haydagili turdi. Xo'jayin bilan karvon beshi as ho'shini yo'qotgan holda Tong'utlar boshlig'iga yolvurishga boshladi. Hurmatli boshliq, unda qilma. Shafqat qiling, rahim qiling. Bu chog'da yosh chavandoz to'xtamish adab qoidaga rioya qilib, etining tizginidan tutib, bir chetda eg'ir besiqlik bilan qarab turgan edi. Halbuki, bu zo'ravonlikni ko'rgandan keyin u o'zini unutgan holda etiga sakrab mindida qilichini qinidan sug'urib elib, "Karvonni qo'g'dayli!" deb qattiq varqiradi va g'azab bilan Tong'utlar boshlig'ining ustiga bostirib keldi. Tong'utlar boshlig'i olmon-talmon etini qamchilab o'z cheriklari tarafga qochdi. Karvon muhofazachilari To'xtamishning chaqirqig'iga ovoz qo'shib, darhol otlanib Tong'utlarga etildi. Bir maydon qisqa, lekin keskin qirg'inchilik jangi boshlandi. Tong'utlar bunchalik oz odamning o'zlariga o'kta qo'pishga jur'at qiladiganligini o'ylabmi qo'ymagan edi. Shunga ular o'zlarini o'ngshib olguncha bo'rondek uchib kelgan Uyg'ur chavandozlar qilich va o'qiyalar bilan ularning bir munchisini u dunyoga yo'livatdi. Lekin Tong'utlar birdandila qaytirma hujumga o'tib, taraf-tarafdan yopirilib keldi. Tig'larga urildi. Otlarga so'qilishdi. To'gilar ansiz bo'zlab qochqili turdi. Qiyqas cho'qon ko'tarildi. Har ikki tarafdan odamlar va otlar qonga bo'yilib yiqilishga boshladi. Lekin bu tangsiz jangning taqdiri tezla bir taraf qilindi. Tong'utlar to'pi-to'pilab bostirib kelib, Uyg'urlarni qo'rshab, har yandan qilich chepib, nayza urib, son jihatdagi ustunligini ko'rsatdi. To'xtamish qilichbozlikda voyaga yetgan kuchlik yigit edi. Uni 20 dan ortiq Tong'ut qo'rshashga urinib kuchab boqqan bo'lsa-mu, aplashmadi. To'xtamish ularga tutuq bermasdan abchilik bilan qilich urib, 6-7sini ujuqtirdi. Yana 2sining etini yiqitdi. Afsuski, bu chaqcha Uyg'ur chavandozlar butunlay deguda qirilib ketgan edi. Atrofda o'lgan va yarador bo'lganlar to'lib yotadi. Xo'jayinni to'plashib kelgan bir necha Tong'ut har yandan qilichlab qiymi-chiymi qilavatdi. Karvon beshi qochgan edi. Keynidan etilgan bir necha poyya o'qi uning dumbisiga biroqli sanjildi. Bir qism Tong'utlar qonga bo'yalgan qilichlarini qiyniga silib, cho'lga tarqalib ketgan ot va to'gilarni yig'ish uchun ularni qo'g'lab ketishdi. Texichi tirkishib, qilich urayotgan To'xtamish uyoq bu yoqqa chaqmoq tezligida nazar tashladi. Karvon ahlidan birimi ko'rinmadi. Hamma yerda Tong'utlarning g'azablik chiroylari. Tugishibdiman. Bizlarnikidan hech kim tirik qolmabdi, degan o'y To'xtamishning miyasidan g'ilpal o'tib ketdi. U Tong'utlarning qilich va nayzlaridan o'zini qochirib, choqqonlik bilan etining beshini kun petish tarafga burdi. Tuyuqsiz yuz bergan patparaqchilikdan ko'zlari qizirib ketgan qora org'amoq yugurish iqtidorining eng yuqori pallasini namoyon qildi. Bir to'p Tong'ut uning orqasidan xeyli uzoqqa qo'g'ladi. Lekin To'xtamishning qora org'amoqi odatdagi ot emas, balki arishdan tushgan qanotli dulduldek uchib ketyotdi. Tong'utlar bora-bora orqada qoldi va oxiri bu yolg'iz qolgan yigona Uyg'urni qo'g'lab berishdan yoltiyib, butun bir karvonni o'ljaga olgan qabildoshlarining yeniga qaytib ketishdi.
To'xtamish etini to'xtatib kayniga qaradi. Tangutlar allaqachon ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Poyonsiz cho'lda hech narsa ko'rinmaydi. Tangutlarmi yo'q. To'xtamish bilan qo'cho'dan bili chiqqan chavandozlarmi, xo'jayinmi, karvon beshimi, to'ga va otlarmi yo'q. To'xtamishqa go'yoki bu dunyo mushu odamzotsiz cho'l bilan cheksiz ko'k osmondan boshqa hech nima qolmagandek tuyulib ketdi. Uning yuragi o'rtanib, kekirtikiga ochiq bir narsa kaplashib qolgandek bo'ldi. Malulloh. Hab to'xtab turish. To'xtamish darmonsiz zarda bilan xitob qildi. Uning ko'zlaridan issiq yosh tomchilari sirg'ib tushdi. U o'tiklarining o'kchilari bilan etining beqiniga qattiq niqtadi. Bunda qo'pol muomalaga ko'nmagan uchqur arg'umoq g'azab bilan yo'lqonib, bayni qora qo'yindek uchib ketdi. Hab to'xtab turish. Deb takror xitob qiladi To'xtamish va bechora arg'umoqqa orom bermay choptiradi. Yuragida yolqinlab ko'yishga boshlagan qisas o'ti uni to'xtamay olg'a ilgirlashga undaydi. Hab to'xtab turish. Qo'chig'i yetib berib olgandan keyin qo'shin boshlab kelib, sallaning adibini bermaydigan bo'lsam. Shu tariqada To'xtamish cho'lda o'zi yolg'iz 3 kungacha yo'l yurdi. 4-kuniga kelganda uning eti yiqilib yetib qolganicha tura olmadi. Suv yo'q. Ussizlik oxir otni yiqitdi. To'xtamish amdi piyoda mangdi. Belbeg'iga esilgan xoltadagi oxirgi bir burda non yeyilib bo'ldi. Boya otning g'anjug'isidan yeshib ilingan qopoqdagi oxirgi bir yutum suvmi ichilib bo'ldi. Pijg'irim optopdan panoh bo'lgudek bir tut daraxtmi, kichik bir dongmi yo'q. To'xtamish yerilib ketgan lavlarini yalab, eng oxirgi kuchini yig'ib yana mangdi. Ochliqdan, tashnalikdan, horg'inlikdan mag'duri qolmagan tan issiq qumsang'i to'pig'i yiqildi. O'milab boqdi. Bir asnodan keyin o'milashga madori yetmadi. O'lib ketadigan bo'ldim, deb o'yladi To'xtamish va nursiz ko'zlarini asta yumdi. Shu holatda u qanchalik yotdikin o'zimi bilmaydi. U bir turib uyquga ketgandek yerim yarda hushsizlanib yotadi. Bir turib sezgulari asliga keladi va kuchsiz ingrab qo'yadi. Ushtumtut uning quloqlariga go'yo yer tegidan chiqayotgandek tutuq sado anglangandek bo'ldi. U diqqatini markazlashtirib, shu sadoni aniqroq anglashga tirishdi. Tutuq sado borgan seri kuchayib yaqinlashmoqda va borgan seri aniq anglanmoqda edi. Ot tuyoqlarining do'pirlishi, dedi To'xtamish o'z ichida. Darvaqa dubulg'a savutlarni kiyishib, qilich, nayza va qalqonlar bilan qurollangan bir to'p cheriklar otlarni yo'rg'ilatib, To'xtamish yotgan yerga yaqinlab kelmoqda edi. To'xtamish beshini oran ko'tarib, ularga qaradi. Bular kimlar? Yana tang'utlarmi? To'xtamish yana mag'dursizlanib, o'ngdisiga yetib qoldi. Cheriklar uning yeniga kelib otlaridan tushdi. Kimdir biri uning beshini yo'ladi. To'xtamish oxirgi kuchini yig'ib, zaif ovozda so'radi. Sizlar kimlar? Uning beshini yo'lab o'ltirgan cherik sabdoshlariga qarab, Uyg'urcha gap qilyotdi. Uyg'urkan. Bizninkilarkan. Qutulibdiman, degan umidlik o'y To'xtamishga qaytadan jon berdi. U yana beshini ko'tarib, xuddi qutqizuvchi farishtalardek ushtumtut paydo bo'lgan bu cheriklarning chiroylariga tashnalik bilan tikilib qarab qoldi. Cheriklar uni yo'lashtirib o'ltirg'izdi. To'xtamish cheriklar bergan suvni ichib, talqonni yeb, xeyli o'ngshilib qoldi. Ma'lum bo'ldiki, To'xtamish tang'utlardan qechib, Ediqut xalqining chegarasiga kelib qolgan edi. Bu cheriklar bo'lsa, ana shu chet yoqi joylarda vazifa o'tab yurgan chorlug'uvchilar edi. Otilinglar, qaytimiz!
deb buyruq berdi cheriklarning boshlig'i. To'xtamish bir cherikning kayniga mingashdi. Nega boramiz? deb so'rdi u. Everg'olga. 2-bab. Ostonadagi ishlar. Milodiya 1203-yili kuz. Ediqut xalqining buyuk ostonasi Qo'chu shahri. Mahalla oqsoqoli Bo'lduzqaya o'g'li To'xtamish bilan gaz siypaq berilib oqartilgan ozoda uydagi gilam selingan supida noshta qilib o'ltirgan edi. Onun rahmatlik tugab ketganiga 2 yil bo'lay deb qoldi. Ibodatxonaga berib, kuchi ko'ydirib but sotvaning haqqida ibodat qilib, nazarchiroq o'tkazib etayli. Akşam anam tushimga kirib qopti. To'xtamish bo'z dasturxonga tizilgan oq qo'noq nondan bir tishlab, qizil sayvi uzumdan bir ishkini og'ziga selib, g'amkin qiyofatda o'yin chiqmasdan beshini osta irg'itib qo'ydi. Ondan beshini ko'tirib ulug' kichik tindi. Bo'ldi ota. Shunda qilayli. dedi u bo'g'iq ovozda. Bo'lduzqaya o'g'liga otiliq mehri singan va kuyimchanlik ro'shan ifodalanib turgan chayqiri ko'zlari bilan tikilib qaradi. Bundaq beshingni ichingga tiqib yurayvermagan To'xtamish. Yigit degan har qancha ish bo'lsa-mu o'zini tashlab etmasligi, ko'tarangi ruhli bo'lishi kerak. Bundaq mung'lib yursang, mening ichim siqilib ketadi ekan. Xotirjam bo'la olmaydi ekanman. Ma'qul ota. Biroq ichim qaynaydi, yuragim siqiladi. Bu tang'utlar ajabmi askilik qilib quturab ketyapti-ku. Shu karvondagi 50 necha odamdan yolg'iz malla tirik qoldim-ku. Shu kundagi qirg'inchilik ko'z oldimdan neri ketmaydi. Bo'ldi ya bolam. U ishlarni to'la o'ylavermagin. To'la qayg'urmagin. O'tgan ishqi salovat, to'la o'ylaganning foydasi yo'q. Ulug' Budda egamning shafoati bilan jining omon qoldi. Amitabha deb egimiz bu satvog'i tevingan bolam. Amitabha, Amitabha. To'xtamish otasining nasihatlariga quloq solmagandek qiladi. Qachongacha mushundaq bo'zak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tatib chiqsa bo'lmamdi. Bu tang'ut degan nijislarning adabini bersak bo'lmamdi. Qisos o'ti yuragimni ko'ydiryotdi. Lekin bizning Xaqonimiz qushqunga o'ltirib olib midirlamayotdi. Bo'ldi qil bolam. Avliya anbiyolar madad berib, ishlarimiz o'ngshilib ketdi. Sabr qilayli. Ulug' Bodhisattva Sakyamuni sabr qilg'uchi Budda muxlislarini unutib qolmaydi. Sakyamuni yomonlikni yaxshilik bilan yengish haqida ta'lim berdi. Barliq insonlar qarindoshdir. Budda nomlarida mundaq deyiladi. Bo'lduzqaya Budda ta'limotlarini tushuntirib so'zlay deb turg'icha toshqiridan eshik taraqladi. To'xtamish supidan ishtik tushib eshikni ochdi. Orda xizmatchilarga xos holda o'ng yondan izmilanadigan ko'kshoyi to'n va toqir beshiga qora maxmal bo'k kiygan oq pishmoq yigit uyga kirib, Bo'lduzqayaga ta'zim qildi. Büyük Qaraqtan Darug'achi barliq yurt oqsoqollarini divan mahkamasiga kelishni buyurdi. Buyruqni darhol bajo keltirgaysiz. Bo'lduzqaya oldirab qoldi. Hop, hozirla boraman, hozirla. dedi u qayta bosh egib. Darug'ashning buyruqini yetkizguchi choparman yigit chiqib ketdi. To'xtamish qopoqlarini turgan holda qayta supiga o'ltirdi. U tarafdan tang'utlar bo'zaq qilayotgan. Bu tarafdan Qaraqtonlar hukmronlik qilayotgan. Shumi kun bo'ldimi endi? Ey bolam, bunday gaplarni qilmagin. Mushundaq gaplaring Darug'achining quliqiga yetib qoladigan bo'lsa, bizning tugashkinimiz shu. Qaraqtonlarning hukmronligiga bo'ysunmaymiz deb jinidan ayrilganlar ozmi? Qalaymaqan so'zlama bolam. Tinch, xotirjam yashayli. To'xtamish yana bir nima demoqchi bo'ldi-yu, lekin otasining ko'nglini oyab unini chiqarmadi. Va parishonlik bilan beshini tuvan soldi. Bo'lduzqaya hopila-shopila toqir beshiga qora maxmal bo'kini kiydi.
va uzun yeshil shoyi to'nining qora jiyaklik pashlarini o'tishtirib, qora poti bilan belini bog'lag'ach tashqariga chiqdi. To'xtab turing ota, otni egarlab beray. Bo'l, tezroq bo'l o'g'lim, tez bo'l. Kechikib qolsam bo'lmaydi. To'xtamish eg'ilga kirib chilan to'riq otni apchilik bilan egarladi va qo'rug'i ochiqtida otisining qo'ltiqidan yulab mindirib qo'ydi. Bulduz qoya sal tamtirab qolgan holatda oq orilagan soqol bo'ritini barmoqlari bilan tarashtirib, siypab qo'yib otni devitdi. Oqsoqol bulduz qoya har qancha oldirgan bo'lsa-mu, yanala sal kechikandek qiladi. Darug'ash mahkamasining yon tarafidagi kangri lapos tegida bir necha ot, eshak va ishki harvi to'xtatib qo'yilgan edi. Hey, yanala baldir kelmabdi-manda, deb o'yladi oqsoqol o'kinib. U har qanday vaqtda Darug'ashning buyruq talablarini dal vaqtida bajo keltirishga tirishadi. Bu qarg'ish takkur la'nati Darug'ach ishlarimdan qusur tepib, ayvisini ko'rsatmasili bo'ldi-ku, deb o'ylaydi u. Darug'ash mahkamasi butun Qo'chu shahridagi eng hayvatlik imoratlardan biri edi. To'rt atrofi egiz xishtomlar bilan qo'rshalgan bo'lib, cho'ng yo'lga qaratilgan qo'sh qanotliq yo'g'on darvozasi qora sirlangan. Bu darvozadan kirganda o'rik, shaptul, jujam daraxtlari tikilgan ozoda bog'liq ho'yla. Ho'ylining ichkarisida mahkama binosi qad ko'tarib turadi. Binoning egiz qo'pirilgan tomlari oq gech bilan suvolgan. Chedir shakllik o'gizisiga seriq kohish yotqizilgan. Qo'sh qanotliq ishki va deriza panjaralari qizil sirlangan. Kimxob to'n kiyib, yenig'i qilich osqon yasovul bulduz qoyani binoning ichkarisidagi cho'ng qubulxonaga boshlab kirdi. Qubulxonaning eshigi oldida qo'l qo'shtirib turgan taqir bosh mahram yangroq ovozda jakorladi. Oqsoqol bulduz qoya keldi! Bulduz qoya oldirab tinab bo'sug'idan otlab kirdi-da, to'rt bo'lunga bir keltirib gilam selingan qubulxonaning to'rida chozoni qurib, kerilib o'ltirgan Darug'achqa va ishki yanda qator tizilib, qotirib qo'ygandek o'ltirishgan amaldorlarga qarab, kechikib qoptiman degan o'y bilan birdamligi esankirab qoldi. Ondan darhol o'ng qo'lini ko'ksiga elib ta'zim qildi. Qitan Darug'ashning yenida o'ltirgan Uyg'ur amaldori xuddi o'rnidan yulqinib turib ketmoqchi bo'lgandek qo'lashmagan bir harakat bilan qo'zg'ilib qo'ydi-da, mo'kchayib qolgan atlik gavdasini rusladi. Va bulduz qoyaga tanbih bergan talaffuzda mundoq dedi: Buyuk qora qitan hukmronlarining oldiga kelganda tizimlab yerga bosh qo'yish kerak. Buni bilamsiz oqsoqol? Bulduz qoyaning peshonasidan sovuq ter chiqib ketdi. Shundoq, bilaman. Men bek huduqib ketibdiman. Xato qilib qo'ydim. Biz Idiqutxonning oldiga borganda mushunda salom berdik. Darug'ashni ko'rganda yerga bosh urish kerak edi. Men almashtirib qo'yibdiman. Men gunohkor. Bulduz qoya qo'rqib ketganligidan nimalarni deb ketayotganligini o'zimi bilmay qoldi. Boyiqi Uyg'ur amaldori chiroyiga surlik tus berish va Darug'ashning maqtishiga sazovar bo'lish uchun qoshlarini yemirib, ovozini bo'lishchi qo'yib berib vorqirdi. Yana nimaga qarab tursiz? Darhol tizining. Buyuk Darug'ashning oldiga kelib, xuddi ovchining oldida turgan kiyikdek, to'rt putliq bo'lib gunohingizni tilang. Buyuk qudratli qori qitan saltanatiga sadoqatmanligingizni bildiring. Bulduz qoya opul-topul oldiga 2 qadam chomdab kelib, o'zini yerga tashladi. Darug'ash o'ttir yoshlardagi uzun-tura odam bo'lib, porqiroq beg'irrang tovar chapon kiygan. Qama terisidan jiyak tutilgan ushliq qalpiqi tegidan uzun qora sochlari chiqib turgan. Shalong soqol burutlari siliq taralgan. Kichik qisiq ko'zlari o'z oldidagi bosh egib, qo'l qo'yishtirib turg'uvchilarga begizdek sanjilib qaraydigan. Butun turqidan takabburligi va zo'migarlikka odatlanib ketganligi chiqib turadi.
Shundaqdimi u ahvolga qarab chiroyiga xayrixohlik tusini berishga mohir edi. Hay, bo'ldi. O'rningizga berib turing, oqsoqol. Dedi u kulimsirab va qo'li bilan ishorat qilib. Bo'lduz qoya beshini ko'tardi va qandoq qilishni bilmay uyoq bu yoqqa ko'z yugurtib qo'ydi. Xo'jimiz Dorug'och o'ltirishga ijozat berdi. Dedi heliqi Uyg'ur amaldori do'qqilgan talaffuzda va Bo'lduz qoyaga mansitmaslik nazari bilan olib qarab qo'ydi. Bo'lduz qoya ro'yi tushgan holda o'rnidan qo'pib, tom yoqilab tizilib o'ltirishgan yerlik amaldorlarning orasiga kelib o'ltirdi. Jami 20 qo'chuluq amaldor chaqirtilgan edi. Hammasi Qiton Dorug'ochning og'ziga qarab, eg'ir sukut ichida o'ltiradi. Hammasi qimmatbaholiq shoy kimxob to'llarni, har xil nusxadagi yumshoq maxmal bo'klarni kiyishgan. Bir-biridan salobatlik yurt kattalari edi. Bo'lduz qoya Dorug'ochning o'ng yenida o'ltirgan heliqi Uyg'ur amaldorga cho'nqur nafrat manzi yushirilgan alamlik ko'zlari bilan tikilib qarab qo'ydi. Hamda Qora qitillig'i yaxshiroq bo'lib olib, ajab yo'g'inab ketding-a? Pas munofiq. deganlarni mengisidan o'tkizdi. Dorug'ochning yenidagi amaldormu Bo'lduz qoyaning ko'nglidagini pamlagandek g'olibona qiyofatda masxirlik ko'zlari bilan uningga qarab qo'ydi. U uchisiga eng qimmatlik zarbob to'n, uzun choch qo'yilgan beshiga qitanchi bulg'uncha yeklik ushliq qalpoq kiygan edi. Buyuk Dorug'och, kildiganlar kilib bo'ldi. Dedi u ovozini yumshoq chiqarib va lo'la kulkisi bilan hijaygan holda Dorug'och tarafga sal egilib. Yaxshi. Shoni shavkat xo'jimiz ham posibonimiz Go'rxondan yorliq keldi. Bu yerda bosh qo'shgan har qaysilariga ishinib, topshiradigan muhim vazifa bor. Dedi Dorug'och ulug'vor qiyofat bilan kulimsirab va tom yoqilab o'ltirgan yerlik amaldorlarga ko'z yugurdi. Dorug'och so'zini to'xtatib, cho'nqur sukut ichida o'ltirishgan yerlik amaldorlarga yana bir qitim bir-birlab qarab chiqdi-da, yenida o'ltirgan heliqi so'latlik amaldorni qo'l ishorasi bilan ko'rsatib, Mana bu hurmatli Misr isloh baxshi har qaysilariga topshirilgan vazifani tushundirdi. Misr isloh baxshi semiz gavdasini Dorug'och tarafga burab egildi va chiroyiga ajoyib oshkora ifodalangan xushomad kulgisini yugurtib, yana boyiqidek yumshoq ovozda: Amsa so'zlandim. Ha, so'zlan. Misr isloh baxshining xomsemiz gavdasi chaqirilgan yerlik amaldorlar tarafga burildi. Uning chiroyidagi kulimsirash yo'qoldi. Obdan quloq silib anglanglar. Bek Qaraqiton xalqining oliy hukmdori, bizning xo'jimiz mangu yengilmas Go'rxondan muqaddas yorliq keldi. Yaqindan buyon Go'rxonning boshqurishidagi va homiyligidagi bir qism joylarda parakandichiliklar bosh ko'tarib qoldi. Budda aqidalarini unutgan gunohkorlar qilch tap tortmasdan Qaraqitonlarning hukmronligiga qarshi chiqyotdi. Bola Sag'un, Koshig'ar, Udun qatorliq joylarda gunohkor jinoyatchilar to'plam ko'tarishdi. Ediqut xalqiga qarashli yerlardami ma'lumotchiliklar yuz berib turyotdi. Shunga xo'jimiz va posibonimiz Go'rxon jinoyatchilarni bostirib, tartib va muqimlikni kuchaytirish uchun qurolli qo'shinlarni ko'paytmoqchi. Ulug' Go'rxon xo'jimiz Ediqut tavasidagi fuqarolarga ot uloq va uzuq-tulik siliqi topshirishni buyurdi. Har bir tutun bir yaxshi ot topshirishi shart. Eti yo'qlar bir kala yoki bir to'yga va yoki 5 qo'y topshirsimi bo'ladi. Kimki ulug' Go'rxonning bu siliqini topshirishdan bosh tortsa, Qaraqiton hukmronligiga qarshi turganlar qatorida eg'ir jazo tortildi. Misr isloh gapini tugitib, yana Dorug'ochga bosh egib kulib qo'ydi. Dorug'ochning boyiqi illiq kulimsirishi g'oyib bo'lgan edi. Endi uning chiroyida muhim ishga tutish qilayotgan odamning jiddiyligi ifodalandi. Misr isloh baxshining aytganlari tushunishlik bo'ldimi? Tushunishlik bo'ldi. Tushundik. Dorug'och har bir so'zini so'zib oldirmay so'zladi. Ediqut xalqi qudratli xo'jimiz Go'rxonning homiyligi ostida xotirjam,
paravan turmush kechiryotidi. Biz Qoraqitalla sizlarning baxtli turmushinglarni ham tinchliklaringlarni qo'g'daymiz. Shunga Ediqut xonimi Go'rxonga beqinib, xonligimizga sadoqatmanlik bildiryotidi. Lekin hozir tinchlik va xotirjamlikni buzadigan bir qism yomon niyatli odamlar Qoraqitdan hukmronligiga o'shmanlik qilib, al ichida qutratqulik qilyotidi. Bu yerda jam bo'lgan har qaysilari xuddi Ediqut xonga o'xshashlar xonligimizga sodiq mo'tivar zotlar. Shunga xo'jamiz Gurxonmi har qaysilariga alohida xayrixohlik qiladi. Ham sizlarga ishonadi. Darug'ash so'zini to'xtatib, sukutda o'ltirgan Uyg'ur amaldorlarga sinoq nazari bilan qaradi. Ig'ir sukunat buzilmadi. Amaldorlar xuddi zuvoni tutilgandek jim o'ltiradi. Ba'zilari xuddi itoatman toliblardek mukchiyib, ko'zlarini chimchiqlatib, boshlarini lingshitib qo'yadi. Yana ba'zilari o'ng'aysizlangandek bir xil g'alati qiyofatda ko'zlarini qochirib, kalti-kalti yo'tilib qo'yadi. Darug'ach so'zini davomlashtirdi. Yig'ib aytganda, har qaysilarining Gurxonga sodiqlikni amalda ko'rsatadigan payt keldi. Har qaysilari bu yurtning mo'tivarlari. Avam xalq har qaysilarining gapini anglaydi. Qutratqulik qildigan chatoqchilarni yomon yo'ldan qaytirib, to'g'ri yo'lga boshlash har qaysi mo'tivar zotlarimizning muqaddas vazifasidir. Xonligimizga qarshi qora guruhlarni uyushtirayotgan maxfiy qaroqchilarni bayqagan hamon bizga ma'lumot yetkazib turgaysizlar. Darug'ash yana so'zini to'xtatib, o'ni ichiga tushib ketgan amaldorlarga yana diqqat bilan qarab chiqdi. Yana hech kim zuvon surmadi. Faqat Darug'ashning yenida o'ltirgan misrislar baxshilar beshini ishtik-ishtik langshitib, To'g'ri, shunda to'plansizlar ba, deb qo'ydi. Endi har qaysi mo'tivarlarimiz siliq yig'ish ishini darhol boshlagaysizlar. Yorliq tamom, dedi Darug'ash va o'rnidan turdida, ikki qo'lini kayniga elib, qaddini tik tutgan holda ikki qator mo'tivarlarning o'tirsidan cho'ng-cho'ng chamdab qubulxonadan chiqib ketdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Shinjon xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglaysizlar. Bugungi programmamizning diktorlari Mohira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun.